Sharq Turkistonda keng ko'lamda yig'ilish lagerlari qurib, millionlagan Uyg'urlarni qamab ming yush ib berayotgan Xitoy bu zulmdan qochib necha ming kilometr yiroqlikqa ketganlarni aromida qo'ymayotdi. Amerikada chiqadigan Atlantik nomli madaniyat jurnali ib bo'lgan tadqiqotda Xitoyning necha ming kilometr yiroqlikdagi Yevropa doiralarida yashayotgan Uyg'urlarni aromida qo'ymayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Tadqiqotga asoslanganda Xitoy diplomatik va iqtisodiy kuchi orqali chet eldagi Uyg'urlarning Sharqi Turkistondagi oila a'zolarini tutqun qilish bilan tahdid solmoqda. Xitoyning yana Uyg'urlarga yordam qilgan fransiyalik muxbir, hatto germaniyalik tadqiqotchilarga ham tahdid solganligi oshkorlandi. Bu haqda tadqiqot ilib borgan muxbirlardan Ellen Xolidi, Belgiya, Finlandiya va Gollandiyada Uyg'urlar bilan ilib borgan uchrashuvlarda Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni besiqtirish uchun nazorat qilish, tahdid silish va qo'rqitish taktikalarini sistemalik bir shaklda ib berayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoy doiralari Uyg'urlarning madaniyat kimligini yo'qotish uchun turk kultur va madaniyatini namoyon qiladigan tarixiy imoratlar va masjidlarni chekishni davomlashtirmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Sharq Turkistondagi Taklimakon qumlig'i atrofida dala avtomobil musobaqasi o'tkazayotgan Xitoylar musobaqaga tayyorlik qilayotgan vaqtda ularning orqasidagi masjidning chekilganligi, yana bir masjidning bo'lsa kirish eshigidan boshqa qismlarining butunlay chekilib bo'lganligi o'tirg'i chiqdi. Bu joylarning Taklimakon qumlig'i atrofidagi Xotan va Qashqar rayonlari ekanligi faraz qilinmoqda. Hong Kongda 3 oydan buyon davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda soqchilar yuqori besimli suv va yosh oqquzish bombasi orqali namoyishlarga daxl qilmoqda. Yuqori besimli suv avtomobillari yaqinqi haftalarda ilib berilgan namoyishlarda tunji qitim qo'llanildi. Qattiq yomg'irga qaramasdan Hong Kongning Tayfang rayonida to'plangan minglagan namoyishchi Sunwan bog'chisigacha yurdi. Shu yer vaqtida soat 15 da boshlangan yurishda mustaqil Hong Kong degandek shiorlar to'landi. İran Tashqi ishlar ministri Muhammad Javad Zarni Amerika bilan bo'lgan savdo urushida Xitoyni qo'llaydiganligi va bir Xitoy siyosatini jiddiy va kuchli bir shaklda qo'llaydiganligini bildirdi. Zarif Xitoy ziyaratidan burun Xitoyning inglizcha chiqadigan Yer shari vaqt gazetida bir maqola e'lon qilib, Tehron-Beyjing munosabatlarini mulohaza qildi. Zarif Iran bilan Xitoyning dunyo tinchligi va bexatarligi uchun aloqasini davomlashtirish kerakligini ta'kidladi va Amerika bilan bo'lgan savdo urushida Xitoyni qo'llaymiz, Iran bir Xitoy siyosatini jiddiy va kuchli bir shaklda qo'g'daymiz dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining taxminan 3 oy burun tor betidagi rayonlar va davlatlar tizimligidan Falastinni chiqarib o'tganligi o'tirg'i chiqdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 5-oyning oxirlarida tor betining loyihasini o'zgartganligi, shuningdan e'tiboran rayonlar va davlatlar tizimligida Falastin yer olmadi. Bu ahvol bir Twitter abonentining yo'llanmasi bilan o'tirg'i chiqdi. İsrailiya taratqularimi Amerika Tashqi ishlar ministrligining Falastinni tizimlikdan chiqarganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi buningdan burun tor betida Falastinga Falastin doiralari yoki Falastin zamini degan nomda yer bergan edi.